Bo'la qo'y, ey. Mana dadasi, olib chiqdim. Hop, sening qaysi birini taqaman? Menimcha, mana buni taqsangiz kerak. Farosating bormi? Mana kiyim bilan mana soat taqadi, mana buni taqadi. Klassический bilan. Yo'q, bo'lmadi. O'zim qattiq edi. Senga bor ishingni qil. Assalomu alaykum. Alaykum. Menga qara. Buni rangliroq kiyim kiygan, bir xil ro'mol o'rab yurasan, bor. Ayollarni ko'rganmisan, mana ko'chada yurib, ma'lumotlarni olib bekitib olib, jadiga o'xshab yuradi. Ranglilarni kiyib olib. Meni ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa narsalar qilgan, menga shunaqa narsalar yoqadi, menga shunaqa ayollar yoqadi. Man-ku, adasi, ko'chaga chiqsam ham mayli. Sen o'zi uylanayotgan o'z ko'zim qattiq edi senga. Bekor uylanganman, bor. Voy adasi, nimaga uxlaman deysiz, muhabbatda? Masga xos choy tayyorlab bermang. Menga qara. Turibsiz. Zil qilding, to'g'risi bor. Kechasi nima uchun hurriy otasan, o'g'il bolalarga o'xshab? Erkak odammisan, ha? Adasi, charchagandim, lekin men hurriy otmayman, adasi. Hurriy otmayman? Yo'q. Men seni isbotlab bersam kim bo'lasan? Yo'q, adasi, odam xijolat qilmayman, men hurriy otmayman. Ey, menga qara, besanoqa, bugun men senga isbotlab beraman. Hurriy otishingni. Tushundingmi? Yedi, mana. Hozir uyg'otib, hurriy otayotganini isbotlab beraman. Qarab tursan? Ey. Tur. Mana yozib oldim. Hurriy otganingni. Tur. Ayolni gul qiladigan ham, qul qiladigan ham erkak kishi bo'ladi. Alloh senga bitta ayolni omonat qilib berdi-da. Sen bitta shu ayolni asrab avayla olmasang, sen qanaqa erkak bo'lib yursan? Ko'chadagi suv ayollarga ko'zing to'ydirib kelganingdan keyin uyingdagi ayoling chiroyli ko'rinmaydi-da. Seni ham to'g'ri tushunaman.